Aziz o'g'il qizlarim, el yurt dardiga avvalo kim yaraydi? Albatta sizlar yaraysiz. Yangi O'zbekistonning 3-renesansini kim barpo etadi? Albatta sizlar. Xalqimiz, vatanimiz sizlarga ishonadi. Sizlar O'zbekiston tarixiga oltin harflar bilan yoziladigan buyuk ishlarni amalga oshirishga qodirsizlar. Fursat borida otni qamchilang. Dunyoga o'z so'zlaringda aytinglar. Izlanish va intilishdan aslo to'xtamang. Baxt va omad doimo sizlarga yor bo'lsin. Betakror yurtimizda barqaror jamiyatni va bardavom taraqqiyotni ta'minlash barchamizning bosh maqsadimiz deb shior qilib olsak, marra bizniki bo'ladi. Men yoshlar yetakchilari timsolida kelajak hokimlarni ko'ryapman. Vazirlarni ko'rmoqchiman. Yirik bank va kompaniyalar, davlat va nodavlat tashkilotlari, siyosiy partiyalar liderlarini ko'ryapman. Sizlar menga kuch bo'lib turishlari kerak. Bizning eng katta qudratli resursimiz, rezervimiz sizlar, shuni bilinglar.